Mashina kelgan holatida motordan, mashinaning pompasidan o'rinlagan ovozlar chiqyapti. U mashinaning pompalarini silikon almashtirib, hozir mana ovozlar yo'qdan holat chiqyapti. Bu mashinamizga yana antifrizlarini polniy 0 dan 100 gacha uстановка qilib bergan ekanlar. Bachok qopqoqlari, bachoklari yangidek holatda almashtirib berganlar. Antifrizlarini jim antifrizlardan uстановка qilib berdik. Eski antifrizlarni ko'rishingiz mumkin. Bu tarafi ahvolda sarg'ayib zang bosib ketgan akalarim. Bachoklarini ko'ringlar akalarim, bachoklarini. Bu bachoyni men yuvib tozalab yangi antifriz qo'ygani to'g'risi ichim chiqmadi. Yangi bachoklarini uстановка qilib yubordik. Bu bachoyni ichlarini qaranglar, musorligini, pompalari ko'rib turibsizlar. Video davomida ko'rsatib ketdik o'rinlagan ovozlarini. Shu pachini ketchakalari sop-posoq, shu pachinilardan ovoz chiqib qolgan. Akalarim ko'pincha Nexus'lar shu pompalardan ovoz chiqib qoladi, o'rinlagan ko'p Nexus Gentra ko'p sparklarimizda bo'ladi. Ketchakalari ancha-muncha ketmaydi bularda. Masalan, asosiysi pachinilari uzoqqa yetib bormaydi bularda akalarim. Shuning uchun yangi pompalarni uстановка qilib yubordik akalarim. Ishlarini sifatli a'lo darajada bitkazib beryapmiz. Mashinamizni mana mashinamiz tayyor holatda yurib turibdi. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Hasan nomor qoldiramiz. Aloqa chiqaraverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin.